Uf, yana o'tiribsizmi? Qachongacha dadam bizni boqish kerak? Ay, hayt, pullari tugagancha boqadilar. Pristavich qiling, dadam yo'q, nima qilasiz? Ay, yo, bu gapni bir gapirding, ikkinchiga qaytarma, qani? Dadajonimni men pristavich qila olmayman. Dadajonim boshimga sog'-omon bo'lsinlar, bo'ldi. Uyimizda svet yo'q, ana qo'shnini qarang, hamma sharoitini qilib bergan. Nimaga siz qilib bermaysiz? Ay, sen qo'shniga boqyapsanmi? Uf, nima deyapsiz siz? Men umuman tushunmayapman sizni. Nimaga Menga sharoit qilib bering deyapman. Bunaqa xayolingiz buzuq bo'lmasin. Ay, zajgalkan yo'qmi? Uf, qanaqa zajigalka, menga sharoit deb aytyapman sizga. Ay, yo'qol, men o'zim bilaman nima qilishini. Dadajonimga telefon qilaman, qilib beradilar. Yo'qol. Bilmayman men, menga sharoit qilib bering. Ay, yo'qol. Zajgalga bo'lsa ber. Ey, qo'shni to'xtang, ey. Qo'shni, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qo'shni, yaxshimisiz? Jigar qanday? Yaxshimisiz? O'zi yaxshimi? Tinchliklar yaxshimi bo'lyaptimi? Qarang, ana u uyingizga nimaga svet o'chmaydi siznikini? Qo'shnijon, menga svet o'chmasligining sababi bu Odil Energy'dan quyosh panellarini zakaz qildim. Ham pul ishlayman, ham svetim tekin 10 yil garantiyasi bilan. Qo'shni meni aldamoqchi bo'lasiz. Qanday u sotib olgan narsangizdan orqasidan qanday bo'shlaysiz? Svet o'chmaydi dedingiz. Yana yosh bola ko'ryapsizmi? Qo'shnijon, ishonmasangiz men sizga hozir batafsil ma'lumot beraman. Odil Energy'dan yuring. Aka qarang, mana qo'shnimning uyiga svet o'chmaydi-da. Biron divijoq qo'yib berganmiz yo tog'dan sim tortib kelasizlarmi? Bize tog'dan sim o'tmaymiz, divijoq ham qo'ymaymiz. Bize faqat quyosh panel o'rnatamiz. Panel deganingiz nima aka? Quyosh panellari bu quyoshdan nur olib, sizga elektr energiya ishlab chiqaradi. 100 kilovat o'rnatganmiz va undan hozirgi vaqtda 18 million so'm ishlayapti. Qarang, bu gapingiz bilan hozir 100 kilovat o'rnatsam uyimga 18 million ishlayman, to'g'rimi? 1 kilovat uchun 5 million so'm, 50 kilovat qo'ysangiz 250 million bo'ladi. 1 kilovati 5 million. 200 ni necha million dedingiz? 250 million 50 kilovat. 50 kilovati. Qachon o'rnatasiz aka? Pulim naq, dadajonimga aytaman, shunday o'rnatib beradilar. Dadajoni bor, pullari ko'p.